Istanbuldagi To'pqopi muzeyida saqlanayotgan benazir qo'lyozma 1362-yilda Xorazm Turkiyasida islom ta'sirida yozilgan ilk fol kitobi. Bu folnoma. U 129 betdan iborat bo'lib, ikki qismdan tashkil topgan. Birinchi qismi Siroj-ul Qulub 2016-yilda Yaman nomli turk tilshunosi tomonidan tadqiq etilgan. Ikkinchi qismi folnoma esa 2022-yili Samet Onur tomonidan o'rganildi. Asar inson taqdirini yulduzlar, harflar va Qur'on oyatlari orqali bashorat qilishga bag'ishlangan. Bu kitobda insonning tug'ilish vaqti, muchal belgisi, onasining ismidagi harflar va yulduzlarning ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan. Abjad hisobi orqali fol ochish, juftlik mosligi va hayot davomidagi kasalliklar tahlil qilingan. Asarda Qur'on foliga katta o'rin berilgan. Allohning 99 ismi, Fotiha, Yasin, Ixlos kabi suralar shifo manbai sifatida ko'rsatilgan. Barmoq bilan oyat tanlash va mantiqiy tahlil qilish eng muhim marosim sifatida taqdim etilgan. Folnomaning bir qismi devnoma deb ataladi. Unda Hazrati Sulaymonning jinlar bilan suhbati, ularni so'roq qilishi va ulardan saqlanish marosimlari bayon etilgan. Tumor, duo va diniy amaliyotlar asosiy himoya vositalari deb tan olingan. Bunday fol kitoblardan 20 ga yaqini hozir Turkiya va Yevropaning yirik kutubxonalarida saqlanmoqda. Ular orasida Xiva muchali va osmonli fol kitobi ham bor. Bu asarlar xalqning taqdir tushunchasini shakllantirgan tarixiy va tilshunoslik manbalaridir. Folnoma Xorazm Turkiyasidagi fol ilmlarining til va tarixni birlashtirgan yodgorligi.